Yana Oriflame piramida bu. Piramidada mahsulot bo'lmaydi do'kon. Nimaga aniq pul to'layotganingni bilmaysan. Oriflame mahsulotga asoslangan tarmoqli biznes. Voy lola, Oriflame'da pul yo'q-ku. Ana qo'shnimiz Nargiz 1 millionlik tovar olib sota olmay o'tiribdi. Oriflame'da mahsulot sotish biznes deyilmaydi. Menga aloqaga chiqsa, menga tushuntirib qo'yaman. Bu biznes endi faqat ayollargami shunda? Faqat dunyoda emas. O'zbekistonda ham yuzlab erkaklar shuni orqasidan katta daromadlar topishyapti. Oriflame'da endi to'rva xaltangni ko'tarib ko'chama-ko'cha mahsulot sotib yurish kerakmi shunda endi? Voобще unaqa emas. Oriflame'da mahsulot sotish biznes emas, ma'lumot sotish biznes. Bu ishni uyingda o'tirib ham qila olasan. Mahsulotlari ham sifatsizmish aytishlari uchun. Bozordan jirtillab arzonga podelkasini olgandan keyin sifatsiz bo'ladi. Oriflame mahsulotlar Shvetsiyadan to'g'ri qo'lingga keladi. Ana shu sifatli mahsulotni olishni o'rgatish Oriflame maqsadi. Shoydan qo'ydigan. Mana uni qilyapti.